Assalomu alaykum jigarlar. O'zbekistonda hozir mana YouTube'larda bir ikkita Firqatmi nima degan, keyin Kuz.uz degan kanallar bor. O'sha yerda bir ikkita nomiya professorlar paydo bo'lib qolganda. Bitta sochi oq, faqat Rossiyani yomonlaydi, Eronni yomonlaydiganlari bor. Biz haq bo'lishimiz kerak, biz haq tomonda turishimiz kerak deydi. Aslida uni otalari yahud. Esingizdan chiqartmanglar. Ikki davlat o'rtasida 5 ta davlat o'rtasida shart tuziladiki, atom bomba yaratmaymiz deb. Bu da Rossiya, Eron, Yevropa, Germaniyadan qaysi Fransiya podpisatsiya qiladi. Eron shuni davom ettiradi MAGATEga a'zo bo'lib. Tramp prezident bo'ladi birinchi fevralda. Tramp prezident bo'lgan vaqtda dogovordan chiqaman deb dogovordan chiqib ketadi. Urushga joy ochadi avval. Eron nima qilsin? Eron aytadiki, agar sizlar dogovor buzsalaringiz, men ham atom bomba qilaman dedi. Atom bombasini boshladi harakatini. 400 kilo uran boyitildi degan ana shunda boyitilgan narsalar. 10 yil o'tdi o'sha narsaga. Tramp yana prezidentga ikkinchi marta saylandida, keyin urush boshladi. 400 kilo deydi, ularda atom bomba bor ekan. Asan o'sha dogovorni buzmaganda bular qamatdi. Merni atom bomba deb ishlatib To'g'rimi? To'g'ri. Lekin dogovorni buzib chiqdi. U yerda atom bomba uran emas, Eron davlatini bo'mash kerak. Bu yahudlarning plani. Agar yahudlarning plani o'xshamay qolsa, Izrail davlati xayr bo'ladi, Ukraina tozalanadi uchun. Tushundingizmi? Mana yaqinda hamma joyga Rossiyani bombit qildilar. Endi nima qiladi Rossiya? Qarab o'tiramiz. Rossiya ham raketasini qo'yadi. U raketadan qancha odamlar o'ladi. Nima bo'ladi? Toza bo'ladi. Tushundingizmi? Maqsad o'zi ana shu. Hammasi yahudlar chizib qo'ygan ssenariy deydimi? Nima deydi? Ssenariysi bo'yicha ketyapti. Tushundingizmi? Ana shu yerdagi professorlar ham ko'p eshitmanglar. Ular ham otalari yahud ekan. Bahar bo'ylar ular yaxshi gap gapirmaydi. Faqat Rossiya yomon deydi, unisi yomon deydi. Amerika zo'r, mana ekonomiyasi deydi. Yevrolar hech qachon puxta xalq bo'lmagan. Yevrolar tupoy. Prosta ular vashi hammani qo'ldan boyligini tortib oladi. Tesla'ni kim yaratgan deysizlar? Yevrolarmi? Mana. TikTok kim yaratdi? Yevrolarmi? Yo'q, mana. Hammasini sotib olib, o'zlashtirib olibdilar. Ular shunaqa xalq. Samdel qo'ldan pul ham kelmadi. Lekin birovlarni qo'ldan tortib olishni yaxshi biladi bular. Tushundingizmi, jigarlar?